Eng arzoni bugun eng yumshoq, eng katta mashinalardan bittasi Toyota Land Cruiser 200. Bunisi emas, bunisi skoro Telegramda chiqadi. Mana bunisini ko'rsataman men sizlarga. 2018-yil mashina zo'r holatda ekan, hech qanaqa ishi yo'q, ideal deyaptilar. Kraskalarigacha top-toza deyaptilar. Ichlarini ham ko'ringlar. Mashina chatga turibdi, pamiklari bor, radnoy sidin, radnoy ko'jalari chatga turibdi, luklari bor. Abagrev, охлаждение, abagrev rul hammasi mavjud. 2018 hamma ma'muli radnoy qilib qo'yilmagan. Rostakasini mashina 158 ming yuribdi. Lekin zo'r qaralgan ekan, o'zim haydab ko'rdim. Bu mashinaga zo'r qarasanglar, bunaqa probeglarni vaqti mensimaydi. Bu V8 4 litr V6 emas, 4.6 ob'yom V8. Shuni o'zi ko'p narsani hal qiladi. Buni ovozi boshqacha bo'ladi, haydagan odam maza qiladi. Yumshoqligi haqida gapirmasa ham bo'ladi. Bunaqa 8 silindrli 2018-yil hamma yoq radnoy turgan tin 200 narxini o'zingizlar bilasizlar. 70 ming, 75 ming so'rayotganlar ham bor. Kamida 60 ming, 65 ming so'rashyapti. Eng arzonda nechta pul bo'lishi mumkin? Taxmin qilib turinglar. Taxminlidan ham arzon etsam, podpiskani bosib, tanishlarga yuborib qo'yasizlar. Shu joyda bir qarich pitno bor deyaptilar. Bu informatsiya bizga keyin yetib keldi. Zato vaqtida keldi, aytib qo'yamiz. Qolgan joylarini ham hamma joyini bemalol ko'rib, ko'rsatib, tekshirib olaverasizlar. Hech qanaqa ishi yo'q, ideal deyaptilar. Bizda bu cho'tki 200 baland mashinalarni past narxlarda ko'rsatadigan kanalimizda 49900 dollarga beraveramiz. Egalar nomerlar Telegram kanalida, kanalga o'tib nomerni olib telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Shoshilinglar. Bundan ham arzonlarni o'tkazib yubormaslik uchun podpiskani bosib qo'yinglar. Bilasizlar, biz har doim kamchilikni ham aytib o'tamiz. Bu mashinaning oldida kamerasi yo'q, chunki bu eng arzoni. Baribir arzon.